Bu videoda obunachilarning akkauntini obzor qilamiz. Bu birinchi akkauntimiz, akkaunt cho'tirdan atay yoshaydi. Bu bile 3 ta Bugatti bor ekan. Shutlari full ekan, frownlari bor ekan. Bu akkauntda Ignis bor ekan va to'zinoti 7 level qilingan ekan. Va bakilar bor ekan bonus pastda. App'larga kiradigan bo'lsa, app'lari o'ta ham ko'p olingan ekan. Bu akkaunt kolleksiyasi 56 ekan, mifilari 69 ta ekan. Kolleksiyaga kiradigan bo'lsa, o'ta ham ko'p mifi bor ekan. Hammaga salom, sizlar bilan Snack PUBG. Bugungi videoda sizlar bilan 10 ta obunachining akkauntini obzor qilamiz. Oh my god! Wow! Qani bo'lmasam videoni boshladik. Shu oy 1000 ta obunachi bo'lishim kerak. Bunga albatta siz yordam berasiz. Paysa shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lmasam boshladik. Qani bo'lmasam birinchi akkauntga kirib olamiz. Akkauntni endi ko'ramiz. IDlarni terib olamiz birinchi bo'lib. IDlar terib olsak, mana bu birinchi akkauntimiz. Akkauntga kiradigan bo'lsa 3 ta Bugatti bor ekan va bundan tashqari shoot full ekan, frownlar bor ekan. Frown ham 4 daraja ekan. Yangi 416 full ekan va Mumia 416 bor ekan. App'lari bekitib qo'ygan ekan, 7 yillik akkaunt ekan. Levellari 84. Kolleksiyalari 70 ekan. 150 HSMV bor ekan, 9 ta ultimate, 58 ta kuchaytirilgan orужие, 4 ta X-Suite va 3 ta superkar bor ekan. G'aznaga kiradigan bo'lsak, endi g'aznada kimiga ketib qoldi. 4 ta ultimate'lar bor ekan, o'tda ham ko'p mifillar bor ekan, Dragon Ball mifillari bor ekan, Godzilla'lar bor ekan, yangi kelgan. Pastga tushamiz, legendariyalar ham ko'p ekan. Pastga tushsak, ko'p legendariyalarning kiyimlari bor ekan. Kaskalarga kiradigan bo'lsak, kaskalar 2 ta kaska bor ekan. Undan tashqari o'ta ham ko'p legendariyalar bor ekan. Bosh kiyimlardan ham 4 ta ultimate bor ekan. Ochkilardan narvani ochkilar va maskalardan ham shoot maskasi, maska bor ekan. Ko'p odamda yo'q maska bor ekan. Endi bu kiyimlardan oldiviy setlari yo'q ekan. Mana set bor ekan. Oldiviy set mashi bor ekan. Va sumkalarga kiradigan bo'lsa, sumkalar ultimate sumka bor ekan, yangi kelgan. Va mifi va legendariy sumkalar bor ekan. Va ishtonlardan esa unchalik emas, krossovkalardan ham unchalik emas. Mashinalarga kiradigan bo'lsak, shu mashinalar bor ekan, mototsikllarga. Dachaga anaqa bor ekan va birinchi sezonda anaqasi bor ekan va 3 ta Bugatti bor ekan va Dodge bor ekan. 4 ta avtobus va bu anaqalar bor ekan, bagilar kiradigan bo'lsa, o'ta ham ko'p bagilar bor ekan. O'zlari ham ko'p bor ekan. Dodge'lar bor ekan. Qayiqlarga ham bor ekan, erplarga. Va mashinaga kiradigan bo'lsa, shu qurollarga keladigan bo'lsa, AKM'ga ekan, o'ta ham ko'p. M16A4ga, Scarel'ga, 416ga 2 ta full bo'lgan ekan va 2 ta kuchaytirilgan qurol bor ekan. Endi Grazaga kiradigan bo'lsa, Godzilla Graza bor ekan va 2 ta kuchaytirilgan Graza bor ekan. 6 levelga chiqarilgan ekan. Va AUK, Kubes, M262, MK47 va shu qurol mono bor ekan. Zo'r A32 kerak qurol ekan. 4-darajaga chiqarilgan ekan. Sevga kiradigan bo'lsa, Karyakka 24 ga Frown bor ekan, Avemga bor ekan, Win 94 ga Amerika bor ekan. Demerlardan SLRga, Kubuga, Minilarga bor ekan.
Uzi'lardan ham ko'p ekan. UMP'ga 16 ta bor ekan. Victor'ga, Thompson'ga, Bizonga, qaysidan ham P90'ga ham ko'p ekan. Dravashlarga bor ekan. Pulemyotlarga pulemyotlar bor ekan. DP'ga o'ta ham ko'p bor ekan. Pistoletlardan pistoletlarga bor ekan. Scorpionga bor ekan. Asov qurollardan machetega ham ko'p bor ekan. Tovoga juda ham ko'p bor ekan. Skarorkaga va xanjarga ham 3 ta skin bor ekan. Va unga bor ekan. Endi esa dashtlarni ko'ramiz. Dashtlarda 8100 dashtlarni bajarilgan ekan. Endi esa bu akkauntdan chiqamiz, keyingi akkauntga kiramiz. Qani bo'lmasa ikkinchi akkauntga kiramiz. Ikkinchi akkauntlarda ID'sini yozib olamiz birinchi bo'lib. Akkauntga kiradigan bo'lsak, lednilar bor ekan, o'rtacha maskalar bor ekan, o'rtacha emas, normalniy akkaunt ekan. Erpalarga kiradigan bo'lsak, o'ta ham ko'p erpalar olinib kelgan ekan. Bu sezon erpa olmabdilar. Galaxy'lar 56 ekan. 69 ming figi bor ekan. Kuchaytirilgan quroli 24 ekan. Mythic suit bor ekan. Aslan ko'radigan bo'lsak, kimiga ketib qoldi. Mifilar bor ekan va Poseidon X suit bor ekan. Pastga tushadigan bo'lsak, legendariyalar o'ta ham ko'p ekan. Epic ham ko'p ekan. Kaskalar ko'p ekan, unda ham boshqa kiyimlar ham o'ta ham ko'p ekan. Achkilar keladigan bo'lsa, achkilar ham bor ekan. Maskalardan o'rtacha maska bor ekan. Kiyimlardan esa o'rtacha ekan. Sumkalar va poyabzal, ishton. Mashinaga keladigan bo'lsak, sedanga, dachaga, boshqalarga mana bagiga o'ta ham ko'p bor ekan. Qurollardan AKM, M16, Skarel, kuchaytirilgan qurol bor ekan, 416 ledni bor ekan. Graza, AUK, KBS, M762, MK47 bu qurollar bor ekan. A32ga 10 qurol bor ekan, X-Suit, Akaria, M24larga va Amerika ham bor ekan. Dimerlardan dimerlarga bor ekan. Smagalardan UMP'ga o'ta ham ko'p bor ekan. Endi Victor'ga Bizonga, P90ga bor ekan. Endi esa dravashlarli mashskillar bor ekan. Endi pulemyotlarla pulemyotlar bor ekan. Pistoletlarga keladigan bo'lsa, pistoletlar Scorpionga 2 ta skin bor ekan va sovuq qurollardan machetega, skarorkaga va pichoqga bor ekan. Boshqalardan arbaletga bor ekan. Va mashak count ekan. Dastajanga ko'radigan bo'lsa 6620 ekan. 3 yillik account ekan, 74 level ekan. Darmanli account ekan. Qani bo'lsa keyingi accountga o'tamiz. Ana endi 3-chi akkauntda ID'larni yozib olamiz. Shu ID ekan. Uzbek deb chiqdi. Endi akkauntga kirsak, akkaunt Brown 24, Muzli anaqa bor ekan, Ledni kiyim bor ekan, Berilga skin bor ekan, erpalar ko'radigan bo'lsa, o'tda ham ko'p olingan va bu sezon olinmagan ekan. Endi 3 yillik akkaunt 73 level ekan, kolleksiyalari 51, 57 figi bor ekan, 18 ta prigacha bor ekan. Godzilla olingan ekan va o'ta ham ko'p filar. Pastga tushadigan bo'lsa, shu kiyimlar bor ekan. Kaskalardan shular va boshqa kiyimlardan mifi anaqalar bor ekan. Va maskalardan maskalar va kiyimlardan kiyimlar bor ekan. Sumkalarga normalniy bor ekan. Shular bor ekan. Mashinalarga keladigan bo'lsa, sedanga kuchaytirilgan bor ekan. Bagiga ham kuchaytirilgan bor ekan. UAZga ham kuchaytirilgan bor ekan. Va shular bor ekan. AKMga bor ekan, kuchaytirilgan M16 Artilleriya, Skarel, M416, Graza, AUK, KBS, M762, MK47 va shu qurollarga bor ekan.
kerakli 24 ga AVM, Win94 va 5 rotar anaqaga bor ekan. Bulardan bu skilllarga bor ekan. Uzi'ga, UMP'ga, Victor'ga, Thompson'ga, Bizon'ga, P90'ga bor ekan. Va dravashlarga shu dravashlarga bor ekan. Pulemyotlarga shu pulemyot skilllar bor ekan. Endi pistoletlar keladigan bo'lsak, pistolet shu skilllar bor ekan. Sovuq qurollarga machetega, tovaga bor ekan. Va anaqaga bor ekan. Va anaqaga bor ekan. 7135 ta jang bajarilgan ekan. Endi esa keyingi akkauntga o'tamiz. Qani bo'lsa keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkauntda ITlarni terib olamiz. Shu akkauntga kiradigan bo'lsak, X-Suite Frown bor ekan va 416 skilllar bor ekan. Plan ko'radigan bo'lsak, Plan Armaniya olingan ekan. 4 yillik akkaunt 73 level ekan va kolleksiyaga kiradigan bo'lsa 52 ekan va 12 ta kuchaytirilgan qurol, 49 ta mifi va bitta X-Suite bor ekan. G'aznalarga kiradigan bo'lsak, o'ta ham ko'p mifi bor ekan va legendarnilardan ham ko'p bor ekan va kaskalardan va boshqa kiyimlardan ham ko'p ekan. Ochkilardan ham anchalar bor ekan. Bu kiyimlarga ham o'ta ham ko'p ekan. Anchalar bor ekan va sumkalardan mifi sumka bor ekan va legendarnilar bor ekan. Va ishtonlardan shu ishtonlar bor ekan va Brillo va shunaqalar bor ekan. Mashinaga kiradigan bo'lsak, mashina sedanga tachaga 2 ta ekan va boshqa tankga bor ekan va bagilarga bor ekan. UAZga kiradigan bo'lsak, bu UAZga bor ekan. Va qurollarga kiradigan bo'lsak, AKM, M16, Skarel, M416, GRZ, AUK va KBS, M762, M247 va bu qurollarga bor ekan. Kerakli M24 AVM va qaysi qurollarga bor ekan va SKSlar, Win94larga bor ekan. Va Uzi'ga bor ekan, UMP'ga, Victor'ga, Thompson'ga, Bizon'ga, qurolga va P90'ga bor ekan. Va 5 rotarlardan anaqa bor ekan, dravashlardan va M249ga, DP'ga, MG3ga bor ekan va pistoletlardan shu pistoletlar bor ekan. Va sovuq qurollardan shu sovuq anaqalar bor ekan, tova, machetalar. Sharafga bo'lsa 7755 ta'sis jang bajarilgan ekan. Normal akkaunt ekan. Qani bo'lsa keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkauntlarni birinchi bo'lib ID'sini yozib olamiz. ID'sini yozsak, akkaunt chiqmadi-yu. Yana bir marta yozib ko'ramiz endi. Qani akkaunt chiqarmikan? Yo'q. Akkaunt chiqmadani. Bu akamiz noto'g'ri ID'lar yozgan ekan. Bo'lmasam endi keyingi akkauntga o'tamiz. Qani o'zdan keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkauntlar ID'larini yozib olamiz. Niklar ekan, adashibman. Niklarni qiladigan bo'lsak, shu ekan, kiradigan bo'lsak, o'rtacha akkaunt ekan, obunachimiz akkaunt bo'lsa kerak bu. Uncha ko'p o'ynalmagan ekan, lekin 4 yillik akkaunt ekan. 4 yillik akkaunt lekin A9 dan boshlab o'ynalgan. Vashshe zo'r akkaunt ekan bu. Levellari 46 ekan. Kolleksiyani ko'radigan bo'lsa 23 ekan, 2 ta mifigi bor ekan. Shu narsalari bor ekan. Maskalari bor ekan. Old akkaunt ekan, lekin umuman o'ynalmagan ekan. Mashinalari ham shu mashinalar bor ekan. Qurollarga keladigan bo'lsa, shu qurollarga kerakli AVMga va shu minilarga va P90ga va MG3 bor ekan. Buni boshqacha UMP ekan, jo'da hech ko'rmagandim shu UMPni. 2625 ta jang bajarilgan ekan. 4 yillik akkaunt ekan, lekin bo'lmasa keyingi akkaunt ko'ramiz. Qani ketdik.
Qani bo'lsa keyingi akkauntga o'tamiz. Akkauntda birinchi bo'lib nicklarni yozib olamiz. Nicklar shu ekan. Keladigan bo'lsak 24 Fural va Scarlet kuchaygan skin bor ekan. Ikkita kuchaygan premiumdan ochgan shekilli, lekin umuman donat qilmagan ekan, FPM solmagan ekan. Akkaunt keladigan bo'lsa 2 yillik akkaunt, 32 level ekan. Kolleksiyaga kelgan bo'lsa 14 level ekan kolleksiyalari. Legendarilardan ham unchalik yo'q ekan. Unchalik narsalar yo'q ekan. Lekin qurollarga, Scarletga bor ekan va 2 ga bor ekan. Premium case to'plab ochgan shekilli. Sharaflar kelgan bo'lsa 1350 sharaf ekan. Shunaqa 32 level akkaunt ekan. Bo'lsa keyingi akkauntga o'tamiz. Qani bo'lsa keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkauntga keladigan bo'lsak, IDlarni birinchi yozib olamiz. Bu nick ekan. Nick boshqacha ekan. Bitta kuchaygan qurol bor ekan va anaqa kuchaygan qurol bor ekan, lekin solmagan ekan. Azizim 100 klub kelar ekan etlarni. 1 yillik akkaunt 67 level ekan. Zo'r kolleksiyalar kelgan bo'lsa 34 ekan, 8 ta bor ekan. Keladigan bo'lsak sezonlarlik kiyimi bor ekan. Kaskalardan ham bor ekan va bosh kiyimlardan va maskalardan va kiyimlardan o'rtacha kiyimlar bor ekan. Endi mashinaga keladigan bo'lsak Dacia va Buggy bor ekan. Qurollarga Akimga M16 Scar 96 KB va Korea 24 Aven va Vin 91 Otis Mini ashi qurollarga bor ekan. Va Uzi UMP Victor P90 ga dirabashlarga bor ekan va Pilimotga bor ekan. Va pistoletlarga va soq qurollardan machetaga va to'g'riga kuchaygan 3-yilgacha qilgan ekan. Qo'ya. Endi keyingi akkauntga o'tamiz. Qani bo'lsa keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkauntlarning nickini yozib olamiz. Match ekan. Akkaunt ichiga kiradigan bo'lsak, akkaunt o'rtacha akkaunt ekan. Obunachimiz akkaunt bo'lsa kerak. Endi ertaga kelgan bo'lsa A11, A12, A13 o'ynalgan 3 yillik akkaunt ekan. Levellari 55 ekan, kolleksiyalari 26 ekan. 2 dona mifi bor ekan va kiyimlardan shu kiyimlar bor ekan. Bosh kiyimlardan shu va achkilardan shu ekan va kiyimlardan ham shu. Sumkalardan bitta legendani bor ekan va poyabzallardan shu ekan. Bitta bagiga va bu bag va bo'lgan skin bor ekan. Va qurollardan M16 Scar va anaqa 24lardan shular bor ekan va kuborlardan shu bor ekan va Uzi P90 va shu machetalarga shu ekan. Sharafni ko'radigan bo'lsa 3740 ekan. Shu 3 yillik akkauntimiz ekan. Keyingi akkauntga endi o'tamiz. Endi esa keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkauntlarniki shu ekan. Kechga ancha normal akkaunt ekan. Killer 201 ekan. Bunda Ignis bor ekan va 7 level qilgan ekan. Bagilar bor ekan, bonus pastda bilan ko'radigan bo'lsa o'ta ham ko'p bilan olinib kelgan ekan. Va levellari 73 ekan. Normal akkaunt ekan, 3 yillik akkaunt ekan. Kolleksiyaga ko'radigan bo'lsa 58 ekan, 97 mifi. Kuchaygan qurol 29 2 X-Suite va bitta ultimate bor ekan. Kiradigan bo'lsa o'ta ham ko'p mifi bor ekan. Ikkita Ignis bilan Glass anaqa bilan ketadigan bor ekan. X-Suite'lardan va kaskalardan ikkita mifi kaska va ultimate bosh bor ekan. Pastga tushishi ancha normal bor ekan. Maskalardan ham ancha 2 sezondagi bor ekan.
va kiyimlardan ham ko'p ekan. Mifi sumkalar 3 ta bor ekan. Va krossovkalar va shunday bor ekan. O'sha kelgan bo'lsa Mifi motosikl bor ekan, sedanlardan 3 ta Dacia va anqalar keladigan bo'lsa Bargilardan ham ko'p, UAZga kuchaygan bor ekan. Va qayiqlarga bor ekan, iplarga va akinga emulator Scar va 4.7 levelli bor ekan. Graza, AUK, Kubes, MK7, bu va S32 mana zo'r qurol bor ekan. Mana shu zo'r qurol. M2 Afin va Amerga bor ekan. Tuganlar kelgan bo'lsa kubularga bor ekan va sumkalardan Uzi, Yumpi, Victor, Thompson va P90, Bizon, Dravashlarga shu skilllar bor ekan. Va pulemyotlarga shu pulemyotlar bor ekan. Va pistoletlardan shu pistoletlarga skilllar bor ekan. Va soq qurollar machete, tova va xanjarga bor ekan. Va boshqalardan arbaletga bor ekan 2 endi esa sharaflarni ko'ramiz. Sharaflar 7795 sharaf bajarilgan ekan, dashajenga. Normal akkaunt ekan, qaramoqsa keyingi akkauntga o'tamiz. Bu akkauntlarda hozir ko'p odam sotiladimi deb o'ylaydi, lekin bu akkauntlar obunachilarning akkaunti. Bu akkauntlar sotilmaydi. Sizga arzon ishonchli akkauntlar kerak bo'lsa, albatta Snake Story'ga yozishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shu oy 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Go, hamma obuna bo'lsin. Bu videoda ikkinchi qismi chiqsinmi, chiqmasinmi? Chiqadigan bo'lsa, kommentga o'z ayningizni yozib qo'ysangiz, keyingi videoda chiqaramiz. Sizlar bilan Snack PUBG bo'ldi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr.